onamdur. Menga oltin nazar kerakmas. Onajonim, oldinga o'zini chiqib olamiz. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Yonginamdan hechilmagan allalaqdir. Onasini yaxshi ko'radigan bormi ovozlar eshitmayapti-yu. Yashaylar. Onajon farzandini yaxshi ko'radi. Yurakdagi o'tayotgan hikoya-jonlari albatta bisyor. Doim vaqtimizga sizning mehmon aziz onajonlarimiz omon bo'lsin deb qolamiz. Menga dunyolar kerak emas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin nazar kerak emas. Menga dunyolar kerak emas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bedor. Omad jonim rahmatning bor. Yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bedor. Omad jonim rahmatning bor. Yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdur. Qarabsizki 15-16 yil oradan vaqt o'tgan ekan. Bir vaqtlari bolajon edi. Hovlida chop qilib o'ynab yuradigan farzandingiz bugun kamoliga yetmoqda onajon. Hamisha vaqtimizga omon bo'lsin. Kerak emas, menga dunyolar kerak emas, baxtimga onam bo'lsa. Sizlar bo'lsanda ko'piga loyiqsizlar. Esalik uchun albatta chiroyli. Viloyatimizda, tumanimizda eng kuchli video operatorlar albatta Abrorbek studiya xodimlari tasvirlarga muhrlamoqda. Yiqildim, yo'qida turdim, sevgidanam, do'stanam, bir kay kuydim. Dedingiz, jon bolam, saqlamadim ham. Mehrning narxi yo'q, do'stlarning soni. Minnatli bo'larkan o'zganing nomi, lekin ota-onangga kelmaskan maloli. O'zlab qolma yo'qotgach, hiylab ro'moli. Mehribonim onam, beozorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Bu lahzalar, bu daqiqalar biz qanchalik ortga qaytarishni xohlasak-da, lekin qaytmaydi. Aziz sinfdoshlar. Beg'uborim onam, onajonim onam. Boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim, kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib, nomarddan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim, kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda Böyle qasalarlar. Onasini yaxshi ko'radigan Hasan Husanlar. Qarsa yeyishtirmay qo'ydi-ku. Tichirali qarsalar. Vaqtimizga o'tamiz onajon. Hayajonda turgan yoshlarimizga bayram daqiqalari muborak bo'lsin. Onajonlar o'z joylaringizga kelib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchi yoshlar, tashakkur borlaringizga.